Ey ig'vochilar, eshitinglar. Birinchi o'rinda musulmon deyapmiz. Musulmon so'zi o'zi nimani anglatadi? Mu degani tegishli. Eee, Sur va oxiratni bildiradi. On esa so'zi u degan ma'noni anglatadi. U oxiratga tegishli deb. Aslida bu dunyoni hamma mavjudligi Alloh yaratgan oxiratga tegishlidir. Endi sizlar demoqchi bo'lgan fikrimni man o'zim nima qilib beray, bu dunyoda bor la ilaha illalloh Alloh yagona degan musulmon xalqi, millati, irqi, e'tiqodi dan tashqari hammasi shu e'tiqod deymiz, xristian e'tiqoddagilar ham hammasi musulmon. Aslida Muso alayhissalom ham Iso alayhissalom ham musulmon, Ibrohim Halilulloh ham musulmon. Endi shu nuqtai nazarda bor yana ikkinchi tabaqa aytdim, Allohga masalan inkor qiluvchilar, Xudo yo'q deb bilguvchilar. Ular kofirlar deyiladi. Ana musulmon bilan kofirning farqiga bordingiz. Endi navbat keladi davlatlarni sharhlashga. Musulmon davlati deyapti. Hali bu O'zbekiston musulmon islom davlati bo'lgani yo'q. Sizlar islom davlati demoqchi bo'lyapsizlar. Bor islomiy davlatlar va boshqa toifadagi davlatlar. Islomiy davlatlardan mana men bilganim Arabiston, Makka, Madina va Eron. Xuddi shunday endi ular faqat shar'iy qonunlarga masalan bo'ysunadi tizimida. Nimalar esa qolgan davlatlarni o'zining ichki konstitutsiyaviy qonunlarida o'zlarini yashash tarzi, millati, boshqasiga xos o'zlarining yaratgan o'zlariga masalan ma'qul bo'lganini xalqi tanlab, xalqi shu narsani idrok qilib birgalikda ana shu narsani tizimni yaratishadi. Shundan kelib chiqib aytaman, hali bu mustaqil davlat, demokratik davlat. Demokratik davlatni endi biz O'zbekiston konstitutsiyasiga qarasak, bizning konstitutsiyamizda har bir irqi, e'tiqodi, millatidan qat'iy nazar teng huquqli degan ko'rsatma bor. Bu birinchi. Ikkinchi ko'rsatmamiz nimaga olib boradi? Ikkinchi ko'rsatmamiz bu yurtda har bir fuqaroning qadri oliy qadriyat, har inson qadri oliy qadriyat deb tanlanadi. Shu boisdan ham bu yerda faqatgina namoz o'qishi, hijob kiyib yurish degan narsalar yo'q. Bu yerda turli millatlar, turli e'tiqoddagilar bor. Xohlaganini qiladi. Masalan, aroqlar savdosi ham bor, boshqasi ham bor. E'tiqodga endi qo'ysak, e'tiqod erkin bu yerda. Kim qaysi e'tiqodda xohlasa o'sha e'tiqod bilan yashaydi. Demak, endi asos bo'lib kelayotgan, majbur bo'lib kelayotgan mana g'urbatlarga, masalan nimaga qaytadigan bo'lsak, festival g'aybatiga. Endi gapirishyapti, ongiga ta'sir qiladi. Shu paytgacha bundan ham battar hollari masalan kechib kelyapti va biz vatan tobora rivojlanib bormoqda. Shu yo'sinda rivojlangandan yana rivojlanyapti. Shuni ilovasidan aytmoqchimanki, bu yurtda xohlasa Hindistondan kelib, xohlasa mana Rossiyadan kelib nechta masalan Pokrovskiy, Aleksandriya cherkovlari bor, boshqa qilishi mumkin. Shuning uchun ham aslida sizlar masalan jamiyatni, o'zbek yurtini jamiyatini ko'zi olaytirib zaharlayapsizlar.